keling opa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muncha imillab eshikni ochmasangiz. Yaxshimisiz? Yarim soatdan beri eshik tagida turibman. Uzr opa, eshitmay qolibman. Ishlaringizni qilavering. Mana aytlar, changini qaranglar. Assalomu alaykum ejon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Nima kelasinglar? Zahringni chochyapsan? Yaxshimisiz? Kel o'tir. Kuyovingizda ertalab asabimni buzuvdi. O'zing ham gap qaytargandirsan-da, tiling bir quloch sani ham. Aya siz ham asabimga tegmang, o'zi batga boshqa masalada keluvdim. Ana kelinchagingiz homilador. Xudo xolasa nevara ko'raman, ha? Yaxshi-ku. Nimasi yaxshi, farosati ishlaydimi? Nimaga mendan oldin bolali bo'ladi? Bu nima deganing? Aya siz aralashmang. Kelin baqara boring. Opa, chaqirdingizmi? Siz qaysi kellingiz bilan mendan oldin homilador bo'lib oldingiz? Sizni tushunmayapman opa. San jinnimisan? Nima deyapsan? Siz jim turing, bolani oldiradi. Mendan oldin farzandli bo'lish yo'q. Bu mani tanlov emas. Nima gapingiz bo'lsa akangizga aytasiz. Sani tiling chiqib qoptimi? Ko'rsatib qo'yaman senga, gap qaytarishdi. Hay, o'zingni bos.